Hoji Ahmad Yessaviyning xalifalari. Ahli tasavvufning aksariyat arboblari kabi Hazrat Hoji Ahmad Yessaviyning ham 4 xalifalari bo'lgan. Bular Mansur ota, Sayyid ota, Sulaymon ota hamda Hakim otalardir. Bu xalifalar to'g'risida ko'plab qadimiy kitoblarda ma'lumotlar berilgan. Keling endi birma-bir bu xalifalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xalifa Mansur ota. Bu zot Hoji Ahmad Yessaviyning birinchi xalifalari bo'lib, Arslon bobning farzandlari edi. Zohiriy va botiniy bilimlar sohibi edi. Yoshligida ilk tarbiyalarini otalari Arslon bobdan olgan. Otasi vafot etgach, ota vasiyatiga ko'ra Hazrati Hoji Ahmad Yessaviyga shogird tushib, takomilga yetishgan. U zotning vafoti 1197-yilda sodir bo'ladi. Abdumalik Hoji. Mansur otaning to'ng'ich farzandi Abdumalik Hoji hisoblanadi. Otasi vafotidan so'ng o'rniga qoyim maqom xalifa bo'ladi. Toliblarga tariqat yo'liga irshod berar va soliklarning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib, to vafot etganicha faoliyat ko'rsatadi. Toj Hoji. Bu zot Abdulmalik Hojaning farzandi bo'lib, Zangi otaning otasi edi. Xalqni tariqat yo'lida hidoyatga boshlar edi. Maqomotlarda Hoji Ahmad Yessaviyning xalifalaridan tashqari Abdulmalik Hoji hamda Toj Hojilarning keltirilishi ularning farzandi bo'lgan Zangi ota tufaylidir. Chunki Hazrat Hoji Ahmad Yessaviy asos solgan Yessaviya tariqatining eng mashhur yo'nalishi bo'lmish silsila-i sharif suluki, ya'ni Yessaviya Jahriya Sultoniya, aynan Zangi otaga ulangan oltin zanjir orqali tarqalgan. Ikkinchi xalifa Sayyid ota. Faxriddin Ali Safiyning Rashahatu Aynul Hayot asarida yozilishicha, bu zot Hoji Ahmad Yessaviyning ikkinchi xalifasi bo'lib, pirining irshorati ila muridlar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan. Umuman, manbalarda bu zot to'g'risida juda kam ma'lumot mavjuddir. Uchinchi xalifa Sulaymon ota. Hazrati Hoji Ahmad Yessaviyning 3-xalifalari bo'lib, turkiy zabon hikmatsarolarning ulug'laridan edi. U zotning hikmatlari darveshlarning turmush tarzi nuqtai nazaridan aytilgan va Turkistonda juda mashhur bo'lgan. 4-xalifa Hakim ota. Hazrati Hoji Ahmad Yessaviyning 4-xalifalari. Hazrati Hakim ota turkiy nazmda minglab hikmatlar aytgan va bu hikmatlari xalq orasida mashhur va manzur bo'lgan. Lamahot min Nafahatul Quds kitobida keltirilishicha, Hazrat Hakim ota shariat ilmida 30 mingta hikmat, tariqat borasida 30 mingta hikmat va haqiqat borasida ham 30 mingta hikmat aytgan ekan. Silsila-i sharif u zotga bog'langandir. Manbalarning dalolat berishicha, Hakim ota doim piri Hoji Ahmad Yessaviy yonlarida yurar edi. Bir kuni xotiralaridan shu kechdi. Ko'plar xalq irshodi maqomiga yetishdi. Bu kamina esa qoldi. Bu Sultonul Orifin Hoji Ahmad Yessaviyga ayon bo'lib, shu ondayoq buyurdilarki, biz istar edikki, hayotlik chog'imizda birga bo'lsak, vafotimizdan so'ng bir joyga dafn qilinar edik. Endi sizga ruxsati kulli berdik va xalifa qildik. Siz Xorazm viloyatiga borib, toliblarni tarbiya qiling. Hakim ota tuyaga minib safarga chiqadi va Xorazmga yetadi. Xorazm viloyati podshohi u zotni bir ko'rikdan sinab ko'rmoqchi edi. O'sha ko'rikda bir shayx qo'liga cho'p olib, Hakim otaning tuyasini urib turg'izmoqchi bo'ladi va shu zahoti qo'li qurib, shol bo'lib qoladi. Podshoh buni ko'rib, sinab ko'rganligi uchun uzr so'raydi va qizi Anbar onani Hakim otaga nikohlab beradi. Ulardan Hubbi Hoja tug'iladi. Hakim otaning mashhur falsafiy hikmatlariga misollar: har kim ko'rsang Xizr bil, har tun ko'rsang qadr bil. Barcha yaxshi biz yomon, barcha bug'doy biz somon. Hakim ota 1191-yilda Xorazmdagi Oqqo'rg'on mavzeida vafot etganlar.